Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Siz bilan birgalikda bugun egri issiqlik trapetsiyani yuzidan bir qiziqarli formulani keltirib chiqaramiz. Demak, ketdik. Biz ma'lum bir A va ma'lum bir B nuqtalari uchun demak integral A dan B gacha f at x dx deydigan bo'lsak, biz mana bu yuzani hisoblagan bo'lamiz. Ya'ni mana shu qism yuzani hisoblagan bo'lamiz. Demak, bu A bo'ladigan bo'lsa, bu f at A bo'lar ekan. Xo'sh, bu B bo'ladigan bo'lsa, bu f at B bo'lar ekan. Biz shunga qo'shadigan bo'lsak, demak integral f at A dan f at B gacha. Xo'sh, endi funksiyaning teskari funksiyasi, mana bu f at x funksiyaning teskari funksiyasini yozadigan bo'lsak, minus 1 daraja x dx deydigan bo'lsak, bizda endi mana bu yuzani topgan bo'lar ekanmiz. Bu ikkita yuzamiz, mana shu ikkita yuzalar yuzamizda bizda mana shu bo'yalgan yuzani berar ekan. Xo'sh, bu bo'yalgan yuzani qanday qilib topamiz? Katta to'rtburchakning yuzi f at b ko'paytirilgan xo'sh b. Ya'ni mana bu masofani bu masofaga ko'paytiradigan bo'lsak, katta to'rtburchakning yuzini beradi. Undan ayirib tashlashimiz kerak. Mana bu bo'yalmagan to'rtburchagimizning yuzini. Xo'sh, f at a ko'paytirilgan a. Xo'sh, mana shunaqangi qiziqarli misollarning yechimlari yoki yo'llarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.